Assalomu alaykum. Luiza Hay. 21 kun ichida baxtli bo'ling. Bu kitob ulkan rejalari bor insonlar uchun. O'zini o'zi sevishning to'liq kursi. Muqaddima. Men juda baxtliman, aziz o'quvchilar. Mening hayotimda juda qimmatli amaliyot bo'lgan ko'zgu bilan ishlash metodikasini sizlar bilan bo'lishdim. Umid qilaman, sizlar ham o'zingiz uchun ijobiy o'sishda va o'zingizga qayg'urishda oyna bilan ishlashni bir asbob deb bilib foydalanasiz. Xulosa o'rnida men sizga o'zingizni hozir va hamisha sevib yashashingiz uchun 12 ta usulni bermoqchiman. Bu sizga 3 hafta davomida o'rganganlaringizdan esdalik bo'lib, hayotingizni quvonchga va yutuqlarga to'ldirishiga sizga madadkor bo'lsin. Doim yodingizda bo'lsin. Men sizni sevaman. Luiza Hay. Izoh. Hayot juda oddiy deb ta'kidlaydi ko'plab kitoblar muallifi, ruhshunos, o'z-o'zini qo'llash bo'yicha dunyo harakati targ'ibotchisi Luiza Hay. Ba'zan baxtli o'zgarishlar sari faqat bir qadam tashlash kifoya. Masalan, o'z aksingizga jilmaying. Muallifning yangi kitobi oyna ro'parasida ishlashga bag'ishlanadi. 21 kun ichida quyidagilarni uddalay olasiz. Bular: shaxsiy ichki tizimingizga amin bo'lish, ijodiy imkoniyatlaringizni ochish, o'zgarishga bo'lgan qarshiliklarni yengish, o'ziga baho berishni kuchaytirish, muhabbat va rahm-shafqatni rivojlantirish, g'azab va qo'rquv hissidan forig' bo'lish, hayajondan qutulish, kek saqlamasdan olg'a intilish. Men o'zimni sevaman va e'zozlayman degan so'z sizga shior bo'lsin. Doim oyna oldidan o'tganingizda va o'z aksingizni ko'rganingizda yuqoridagi affirmatsiya ta'kidlashlarni qaytaring. Taklifnoma. 21 kunlik oyna bilan ishlash mashg'ulotiga xush kelibsiz, azizlarim. Bu qo'llanma mening o'zini yaxshi ko'rish nomli ommabop video mashg'ulotlarim asosida yozilgan. Shu 3 hafta davomida siz oynaga qarab turib, o'z hayotingizni izga solib olishni o'rganib olasiz. Oyna bilan ishlash bu sizni o'z ichki olamingizga qarashni va ichki olamingizni qayta ko'rib chiqishga, shu bilan birga ta'kidlashga, o'z-o'zingizni yaxshi ko'rishni va bu dunyoni xavfsiz, mukammal ekanini his qilib yaxshi ko'rishingizga o'rgatadi. Men anchadan beri oyna bilan ishlashning omillari va foydasini odamlarga aytib kelaman. Qolaversa, affirmatsiya, tasdiqlash, ta'kidlash fanidan darslar beraman. O'zingiz bilan suhbatingizdagi barcha gaplaringiz va xayolingizdan o'tayotgan fikrlar bu o'sha tasdiqlash, ta'kidlashlar oqimidir, ya'ni affirmatsiyalardir. Qisqasi shuki, nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz nimani gapirsak yoki o'ylasak, bularning hammasi affirmatsiyalardir. Affirmatsiyalar ongingizga yo'naltirilgan xabarlar bo'lib, o'y-hayollaringizdagi jarayonlarga moslashuvingizni belgilaydi. Ijobiy affirmatsiyalar maqsadli ijobat bo'ladigan g'oyalarni o'ylashga va ularni amalga oshishida sizga ishonch bag'ishlaydi. O'zingizga yuqori baho berishingizda yordamchi bo'ladi. Aqlni charxlab, ruhiyatingizga quvonch olib kiradi. Eng kuchli affirmatsiya, tasdiqlash, oyna ro'parasida turib, ovoz chiqarib gapirishingizdir. Oyna ichingizdagi barcha o'zingizga bo'lgan ijobiy hissiyotlaringizni o'zingizga qaytaradi. Siz bu oyna oldida, shu onda darrov o'zingizda o'zgarish seza boshlaysiz. Ya'ni, qachon qarshilik qilishni, qachon ochiq ko'ngil bo'lishni va qaysi paytda xotirjam bo'lishingizni o'rganib olasiz. Oyna hayotingizni quvonchga va shijoatga to'lishi uchun qaysi fikrlarni o'zgartirishingiz kerakligini darrov ko'rsatadi. Shuningdek, oyna sizni vujudingizni aks ettirish bilan birga sizdagi malakali ichki ishonchingizni ham aks ettiradi. Mashg'ulot mobaynida siz nimalarni gapiryapsiz va nimalar qilayotganingiz haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasiz.
o'zingizga oldingidan ko'ra chuqur darajada qayg'urishingizni o'rganib olasiz. Hayotingizda biror quvonchli, yaxshi hodisa yuz bersa, siz oyna ro'parasiga kelib, quyidagilarni ayta olasiz. Rahmat. Behisob shukr. Bu juda ajoyib. Shu ish ro'y bergani uchun senga rahmat. Agar siz bilan biror noxushlik ro'y bersa, siz yana oyna ro'parasiga kelib, ovoz chiqarib, mayli, men seni yaxshi ko'raman. Hozir bo'lgan ish o'tib ketadi. Baribir men seni yaxshi ko'rishda davom etaman. Doim yaxshi ko'raveraman, deyishni o'rganib olasiz. Ko'pchiligimiz uchun oyna ro'parasiga o'tirib olib, o'z aksimizga qarab bir nimalar deyish qiyin kechishi mumkin. Shuning uchun ham bu mashg'ulotni ish, mehnat deb hisoblaylik. Ammo bora-bora bu mashg'ulot odatga aylanib, ish asta-sekin oyna oldidagi o'yinga o'xshab boradi. Va tez orada oyna sizni o'rtog'ingizga, qimmatli do'stingizga aylanib qoladi. Oyna bilan ishlash siz o'zingizga sovg'a qilgan muhabbatning buyuk in'omlaridan biridir. Oyna ro'parasiga kelib oddiygina qilib, salom kichkintoy, ko'rinishing ajoyib. Yoki, axir bu maroqli emasmi, deya olsangiz bas. Kun mobaynida o'zingizga kichkinagina ijobiy xabarlarni yo'llay olsangiz bo'lgani. O'zingizni og'ir kunlarda qo'llashda, maqtashda, oynani qancha ko'p qo'llasangiz, sizni shunchalar kayfiyatingiz ko'tariladi va o'zingizga bo'lgan muhabbatingiz yaxshilanib boradi. Savol berishingiz mumkin. Nimaga dastur 21 kunga cho'ziladi? Nahotki hayotimni 3 hafta ichida o'zgartirib bo'lsa? Balki butunlay o'zgartirib bo'lmas. Buni iloji ham yo'qdir. Ammo mashqlar mobaynida o'zgarishlar urug'ini sepish mumkin. Vaqt o'tib, shu yangi sepilgan urug'lar unib chiqadi, bo'y ko'rsatadi. Bu urug'dagi aqlli, sog'lom odatlar siz uchun baxt eshigini ochadi. Hayotingizni quvonch nurlariga to'ldiradi. Keling, yaxshisi boshlaylik. Muhabbat bu maqsadga yetishdagi juda qudratli kuchdir. Siz bu muhabbatni dunyoga tarqatasiz va uchratigan odamlaringiz bilan xayolan bo'lishasiz. Birinchi hafta. Birinchi kun. O'zingizni seving. Inson o'zini sevishi juda ham muhim. Hayotingizdagi eng zarur munosabatlarni o'rnatishda oyna bilan ishlash yordamchi bo'ladi. O'zingizga munosabatingiz. Oyna bilan ishlash oldiniga juda yengil yoki ahmoqona tuyulishi mumkin. Shu 21 kun ichida siz qilishingiz kerak bo'lgan narsalar oldiniga juda oddiy va arzimas bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin men shuni tushunib yetdimki, arzimas deb o'ylagan narsalarimiz aslida juda jasorat va zarurat ekan. O'y-hayollaringizdagi birgina kichik o'zgarish butun hayotingizni jiddiy tarzda o'zgartirib yuborishi mumkin. Har kuni biz turli mavzularni ko'rib chiqamiz. Oldiniga men berilgan mavzu bo'yicha kichik mulohazalardan boshlayman. Keyin oyna oldida nimalar qilish kerakligini ko'rsataman. O'zimga yoqadigan bir mashqni beraman va siz kun mobaynida berilgan mashqni bajarishingizni istayman. Siz mashqlarni ertalab vannaxona oynasi ro'parasida tik turgan holda yoki o'tirib olib bajarishni boshlaysiz va kun bo'yi har safar oyna oldidan o'tganingizda o'z aksingizni ko'rganingizda davom ettirasiz. Yana siz o'zingiz bilan kichik cho'ntak oynasini ko'tarib yurishingiz va har bo'sh qolganingizda 1-2 daqiqa o'sha oyna bilan ham ishlashingiz mumkin. Mashg'ulotlar jarayonida yon daftarcha ham tutishingizni so'rayman. Unga qisqacha qilib o'y-hayollaringiz va hissiyotlaringizni yozib yurishingiz mumkin. Bu bilan birga o'zingizdagi o'sishni kuzatib borasiz. Ishga sho'ng'ib ketishingiz uchun har kuni men sizga mashqlar o'rgataman, savollar taqdim etaman va ularni yozib borasiz. Menimcha, har birimiz ma'lum bir ichki kuchga egamiz. Oliy men undan da oliy, bizni sevuvchi, bizni ushlab turuvchi, bizga hayot bag'ishlovchi, unib o'sishimizda qo'llovchi olamga,
Yaratganga bog'liqdir. Yozib yurishingiz u bilan yanada bog'lanishingizga yordam beradi. Shuningdek, sizni ichki olamingizda o'sishingizga va o'zgarishlar qila olishingizga yetarli kuch borligini anglab yetasiz. Har darsda sizga kun fikri beraman va unga oid tasdiq, affirmatsiyalarni ilova qilaman. Bu sizni oyna oldidagi mashqlaringizda dalda bo'ladi. Affirmatsiya butun bir kunning asosiy g'oyasiga turtki beradi. Nihoyat men taqlidni taklif qilaman. Mavzu bo'yicha fikrlar sizni hayotingizni yengillashtirib, ijobiy tomonga yo'naltirishi uchun maslahatim, o'zingizni xotirjam tuting va qulay o'rnashib oling. Birinchi kuningiz. Ko'zgu oldida ishlash uchun mashq. Vannaxona ko'zgusi oldiga tik turib oling va sizga noqulay bo'lsa, o'tirib olishingiz ham mumkin. Ko'zlaringizga tik qarang. Chuqur nafas oling va navbatdagi affirmatsiyalarni ayting. Men seni sevishni istayman. Men seni chindan sevishni o'rganmoqchiman. Kel shuni amalga oshiraylik va vaqtni yaxshi o'tkazaylik. Yana chuqur nafas oling va gapiring. Men haqiqatdan ham seni sevishni o'rganyapman. Men haqiqatdan ham seni sevishni o'rganyapman. Bu ilk mashqlarni bajarish biroz kulgili, uyatli tuyulishi mumkin. Ammo buni albatta bajaring. Chuqur nafas olishda davom eting. Ko'zlaringizga tikiling. Quyidagi so'zlarni aytganingizda ismingizni ham qo'shing. Men seni sevishni o'rganmoqchiman. Men seni sevishni o'rganmoqchiman. Har safar oyna oldidan o'tganingizda yoki oynada o'z aksingizni ko'rganingizda iltimos affirmatsiyalarni, ya'ni tasdiqlashlarni qaytaring. Ichingizda ham iloji bo'lsa, ovoz chiqarib ham qaytaring. Boshlanishida affirmatsiyalarni qaytarish sizga ahmoqona, o'xshovsiz tuyulishi mumkin. Sizni jahlingiz chiqar yoki qichqirib yuborishingiz ham mumkin. Hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Siz yolg'iz emassiz. Unutmang, men doim siz bilanman. Men ham shu hissiyotlar qamrovidaman. Shu yo'lni bosib o'taman. Ertaga yangi kun keladi va barchasi o'zgarishi mumkin. Siz esa birinchi kun mashqini albatta bajarib ko'ring. Ichingizdagi kuch. Birinchi kun uchun yozish mashqi. Ertalabki oyna bilan ishlashni tugatganingizdan so'ng hissiyotlaringiz va kuzatuvlaringizni ta'riflang. Noqulay vaziyatga tushib, jahlingiz chiqdimi yoki g'azablandingizmi? Ertalabki oyna oldidagi ishingizdan 6 soat o'tgach, yana hissiyot va kuzatuvlaringizni ta'riflang. Yozib boring. Kun mobaynida o'zingizni tutishingizdagi har qanday o'zgarishlarni yoki ma'qullashlarni kuzatib boring. Shu qisqa vaqt ichida biror xulosa qildingizmi? Mashqni bajarish oson ekanmi yoki haliyam qiyin deb o'ylayapsizmi? Kun oxirida uxlashdan oldin oyna oldida ishlashdan nimani bilib olganingizni ham yozib qo'ying. Birinchi kun uchun sizning samimiy fikringiz. Men ochiqman va qabul qilaman. Oyna ro'parasida ishlab, o'z hayotimiz uchun ijobiy zavqlarni kiritishga jazm qilgan holda, bunga loyiq ekanimizni tasdiqlasak-da, biroq oyna oldida gapirgan gaplarimizga ishonqiramasak, boshlagan joyimizda qotib qolaveramiz. Ya'ni, mashqni boshlagan paytda qanday darajada bo'lgan bo'lsak, o'sha darajada qolib ketamiz. Oyna bilan ishlab bo'lmaydi. Haqiqat shundan iboratki, oyna bilan ishlab bo'lmayapti deb his qilishni haqiqiy oyna bilan ishlashga yoki aytgan affirmatsiyalarga bog'liqlik joyi yo'q. Muammo shundaki, hayot bizga taqdim qiladigan ijobiy zavqlarga o'zimizni loyiqmasmiz deb hisoblaganimizda. Agar siz shunday hisoblasangiz, unda affirmatsiyani qaytaring. U ko'nglingizni ochishga yordam beradi.
Ko'nglim ravshan va qabul qilishga tayyor. Ko'nglim ravshan va qabul qilishga tayyor. Shu affirmatsiyani qaytaring. Birinchi kun uchun mulohaza. O'zini sevish. Har birimiz o'zimizni yaxshi ko'rish xislatimizni oshira olamiz. Har birimiz suyukli bo'lishga haqlimiz. Biz yaxshi yashashga, sog'lom bo'lishga, sevilish va sevishga, istiqbolimiz porloq bo'lishiga ham arziymiz. İchimizdagi kichkintoy bola ulg'ayib, ajoyib inson bo'lishiga haqqi bor. Yuqori men o'zidan ham yuqoriroq koinotni quvvatga bog'lagan. Yaratgan bizni sevadi va rivojlanishimizda o'z marhamatini hech ham ayamaydi. Shuning uchun ham o'zingizni muhabbatga o'ralgan insondek tuting. O'zingizga baxtli, sog'lom va oliy maqsadli shaxsga qaraganday boqing. O'z hayotingizga biror mayda chuydalarni ham ko'zdan qochirmagan holda qanday ko'rishni istasangiz shunday boqing. Bilib qo'ying, siz shunga loyiqsiz. Endi yurakdagi muhabbatni ozod qiling. U butun jismingizga tarqalsin. Barcha a'zolaringiz uzra oqsin, to'lib toshsin va mayli sizdan oqib tushgan tomchilar oqimi ikki yoningizda o'tirgan siz sevgan insonlarni ham muhabbatga to'ldirsin. Bu muhabbat oqimi oldin chap tomoningizdagi o'tirgan insonlarga singib, ularni ko'nglini gulzorga aylantirsin. Ularni seving, ardoqlang, ularga yaxshi tilaklar bildiring. Keyin sizning yurak qo'ringizdan oqayotgan muhabbat oqimi o'ng tomoningizdagilarga yo'llang. Muhabbatingiz ularga shijoat, shafoat, sevgi muhabbat, tinchlik va osudalik kabi ezgu xislatlarni davolovchi quvvat kabi tuyulsin. Sizning muhabbatingiz xonani shunday to'ldirsinki, siz ham o'zingizni ulkan, bag'ri keng muhabbat quchog'ida his qiling. O'zingizdan chiqayotgan muhabbatning atrofingizda aylanib yanada kuch olib, qaytib o'z vujudingiz uzra singayotganini his qiling. Sevgi bu juda qudratli davolovchi kuchdir. Bu sevgini siz dunyo bo'ylab chiqarishingiz va fikran uchratgan odamlaringiz bilan bo'lishingiz mumkin. O'zingizni seving, bir-biringizni seving, olamni, zaminni seving. Bilingki, hammamiz bir butunmiz. Aslida ham shunday. Birinchi qism tugadi.